Xalq deputatlari Jizzax viloyati kengashida tuman va shahar kengashlari kotibiyatlarining bosh mutaxassislari uchun o'quv seminar tashkil etildi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati qarorlari hamda Prezidentning 2024-yil 19-noyabrdagi nutqida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash doirasida o'tkazildi. Seminarda xalq deputatlari, Jizzax viloyat kengashi kotibiyati, yuriskonsulti hamda viloyat adliya boshqarmasi mas'ullari tomonidan mazkur qarorlarning mazmun mohiyati va uni amaliyotga qo'llash tartib-tamoyillari haqida ishtirokchilarga batafsil tushuntirishlar berildi. Jumladan mahalliy kengash qarori loyihasini ishlab chiqish, kelishish va ularni huquqiy ekspertizadan o'tkazish va bu jarayonda kengash raisi, kotibiyatning vakolatlari, mahalliy kengashlarning normativ huquqiy hujjat shaklidagi barcha qaror loyihalarini mahalliy kengash kotibiyati va belgilangan tartibda adliya organlaridan huquqiy ekspertizadan o'tkazish tartib-tamoyillari tushuntirildi. Shuningdek, seminar davomida mutaxassislar tomonidan sessiyalarni sifatli va uzluksiz tarzda jonli efirga uzatish, axborot ochiqligini ta'minlash, texnik va tashkiliy jarayonlarni to'g'ri yo'lga qo'yish yuzasidan zarur maslahatlar berildi. Albatta bunday seminarlar davomiy bo'lib turishi foydadan xoli bo'lmaydi. Bu shu tuman shahar kengashlarining faoliyatini yanada rivojlantirishda, shu chiqarilayotgan me'yoriy, normativ yoki boshqa turdagi qarorlarning qonunchilikka mos va to'g'ri yo'nalishda chiqishiga xizmat qiladi deb o'ylayman. Tashkil etilgan o'quv seminarda mahalliy kengash qarorlarini ishlab chiqilishi jarayonlarida Oliy Majlis Senati kengash qarorlari talablariga asosan ishlab chiqilishi lozimligi alohida ta'kidlandi hamda tashkil etiladigan xalq deputatlari mahalliy kengashlar sessiyalarini ochiq va shaffof o'tkazish, ularda ko'tarilayotgan masalalarni keng jamoatchilikka yetkazish, shuningdek belgilangan topshiriqlar ijrosini o'z vaqtida va yuqori saviyada bajarish bo'yicha ishtirokchilarga tegishli ko'rsatmalar berildi.